yangi remont bo'lgan xonadonlar shu holatga tushmasligi uchun videoda oxirigacha ko'rsanglar, sizlarda ham shu holat bo'ladi. Bu yerda 3 ta demoxod qo'yilgan. 3 ta demoxod qo'yilganiga qaramasdan shu holatga kelgan. Birinchi xatosi patologga yaqinroq qilish kerak demoxodlarni. Ikkinchisi port ichga yo'laga afadi. Ko'pchilik hozir o'tin, ko'mirdan foydalanadi. Pechkani yoqishdan oldin qiziguncha port ichini ochib qo'yishimiz kerak. Shunda sirkulyatsiya yaxshi bo'ladi. Pechka qizib bo'lgandan keyin yaxshi tortadi. Ungacha tutun chiqish hisobi ko'p bo'ladi. Bu videoimda pechka, o'tin, gazdan foydalanadiganlar uchun video qildim. Keyingi videoimda xudo xolasa ataplini bo'ladi. Gaz bor yerlarda gaz yoqadigan bo'lsa, prammoy yoqmash kerak. Garenka bilan yoqish kerak agar gaz bo'lsa. Prammoy yoqilganda pechkadan qora tutun chiqadi, shu holatga keladi. Ular aytadi, demoxodlar issida tortib oladi deydi. Uyda isitishiga qarab turib, holatiga qarab turib legirovka qilsa bo'ladi. Hozir ochilib yopiladigan demoxodlar bor. Shulardan qo'yamiz. Agar yaxshi isitadigan bo'lsa, isitish holati kuchli bo'ladigan bo'lsa, bitta demoxodni ochib qo'ysa bo'ladi. Holatga qarab turib. Uy baland bo'lsa ham xonani isita olmaydi. Baland uylarga patologga demoxod qo'yib bitishga qo'ysa, yana ham tortishi yaxshi bo'ladi, kerakligida ishlatiladi. Juda kamodan bu holatda foydalanadi. Yana bitta muammo bo'ladi, uylar isimaydi. Isimashiga sabab mana uyimiz hozir 3,5 metr. Balandligi uchun isimagan. Demoxodlar ham uni ko'ryapsizlar. Endi mana hozir bu tomonga bo'yni 3 qildiryapmiz. Ichiga minavata solyapmiz. Issida ushlab qolish uchun yuksak karbonning ichiga. Bu xonalarimiz ham xudo xolasa 3 metrdan qilganmiz inshaalloh. Hammasini ichiga minavata solingan, issiqchi ketmasligi uchun. Yana bir narsa, agar remont qilinmagan bo'lsa, ichiga minavata solinmagan bo'lsa, mana minavatamiz shu holatda. Tomga loy bosilgan holatda ustiga yozib yorib turib, ustiga yana bir qator loy bossa, effekti zo'r bo'ladi, issida ushlab qoladi. Asosiy patologdan chiqib ketib qoladi ko'p. Patologga yaxshi loy bosilmasligi, yo minavata solmasligi shu holatlarda issiq ko'tarilib ketganda patologdan ko'tarilib chiqib ketib qoladi sovuqligini. Shu holatda agar loy bosib turib minavata solinsa, bu effekti zo'r bo'ladi, sinovdan o'tgan. Xudo xolasa like bosib obuna bo'linglar, bundan ham manfaatli videolar qo'yib boraman.